Asoslari 20 va 12 santimetr bo'lgan teng yo'lli trapetsiyaga tashqi chizilgan aylananing markazi katta asosda yotishi ma'lum bo'lsa, trapetsiya diagonali va yon tomonini toping. O nuqta tashqi chizilgan aylana markazi AD katta asosda yotsa, demak AD'imiz bizda diametr. Diametrga tiralgan burchak 90 gradusga teng. Trapetsiyaning S uchidan AD asosiga trapetsiyaning balandligini tushiramiz. N harfi bilan belgilaymiz. Demak, ND masofamiz trapetsiya teng yo'lli bo'lgani uchun asoslar ayirmasini yarmiga teng. Demak, bunisi 4. Jami 20 bo'lgani uchun AN'imiz 16 ga teng. SN balandligimiz, ya'ni H balandligimiz ASD uchburchagida to'g'ri burchak uchidan chiqib gipotenuzaga tushirgani uchun gipotenuzaga tushirgan balandlik H kvadrat AN ko'paygan ND ga teng. Son qiymatni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 16 ko'paygan 4. 64. Bundan balandligimiz 8 ga tengligi ma'lum. Endi bizda yon tomonni so'ragan. CD yon tomonimiz, demak, uchburchak CND dan Pifagor teoremasiga ko'ra CD'imiz ildiz ostida H kvadrat plus 4 kvadratiga teng. H'imiz 8 ga teng edi. 64 plus 16. 80 bu 4 ildiz ostida 5 ga teng yon tomoni. Endi bizdan trapetsiyaning diagonalini so'ragan. Diagonali uchburchak ACN dan to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun AC'imiz 16 kvadrati plus balandligimiz 64 kvadrati. Uzr, 8 kvadrati 64. Hop, demak 256 plus 64. Qo'shadigan bo'lsak 320. 320 ni 16 ko'paygan 20 desak bo'ladi. Demak, bu 8 ildiz 5 ga teng. Hop, javob bizda. Demak, yon tomonlari 4 ildiz 5 va diagonali 8 ildiz 5 ga teng ekan.